Assalomu alaykum. Siz bilan yana zo'rdan zo'r agentligi. Bugun Samarqand shahrida 8 qavatli binoning 4-qavatida joylashgan 4 xona uy sotilyapti Strochnaga. Manzilni tushuntirib o'taman. Samarqand shahar vokzal Uzgazloyelning ro'parasida. Bugun katta oilalar uchun 4 xona studiyamizda obzorni qilib beraman. Nega aynan 4 xona studiya? Chunki bu yerda oshxona va zal birda qilingan. Oshxonamizga kelsak, oshxonamizda hamma sharoitlar bor. Kuxenni garnituridan boshlab, двухкамерный холодильникimiz, kir yuvish mashinasi, pechkamiz va mikrovolnovkamiz ham bor. Xonamizning isitish tizimiga kelsak, har bir xonamizda teplopol qilingan va har bir xonada alohida batareyalar, konditsioner ham o'rnatilgan. Oshxonamizdan shundoq to'g'rida sanuzelimiz joylashgan. Xonalarimiz juda ham keng, ya'ni ikkita kattalar va bitta bolalar uchun yotoqxona mo'ljallangan. Bu yotoqxonamiz kattalar uchun mo'ljallangan. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda ham mebellarimiz o'rnatilgan, grimyorni bor. Eshiklarimiz Krashinni MDFda. Bu yerda mana shifonerimiz, ya'ni garderoblar bor. Shunday kirish qismidan to'g'ri kelganda bolalar yotoqxonasi va kattalar yotoqxonasi. Bolajonlar xonasiga kirsak, ikkita kravat va bitta shifoner kiyimlar uchun joylashtirilgan. Xonamizni isitish uchun dukonturni kachov hamda 100 litrlik aristonimiz o'rnatilgan. Bolalar yotoqxonasidan shunday chiqib o'ngga burilganda yana bitta kattalar yotoqxonasi. Bu yotoqxonamiz ham juda ham keng, ko'rib turganingizdek, hamma sharoitlar bor. Endi asosiy qismdan boshlaymiz. Bu bizning kirish qismimiz. Kirish qismidan shunday o'ngga burilganda alohida hojatxona. Xonamizning narxiga kelsak, narxi 109 ming, savdosi ham bor. Pastda raqam qoldiraman, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Zo'rdan zo'r agentligi. Agar video yoqqan bo'lsa, sizdan bitta like.